Assalomu alaykum, Ikazoyin Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xolasa 2026-yil 7-yanvar sanasi hafta kuniga chorshanba ekan. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Akalar, bizga Buxorodan To'rtko'l tumanidan Shuhratjon akamiz bizga video jo'natishgan. Akamizdan o'zlari Kaliforniya yomg'ir cho'lchanglar hamda begumimizni yetishtirishar ekan. Tayyor hozir sotiladigan begumlari bor ekan. Akalar, videoni birgalikda ko'ramiz hozir. Bizga ko'pchilik Samarqanddan, Buxorodan telefon qilishadi. Begumimiz bo'yicha dastavkalari to'g'ri kelmaganligi uchun olib borib bera olmaymiz. Tayyor sizlarga mana Buxorodan bo'lsalaring, tayyor shani sifatida akamizdan mana xarid qilib olishlaring ham mumkin begumimizlarni. Mana shu Buxorodan, Samarqanddan bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga bemalol murojaat qilib olishlari mumkin. Dastavka xizmatlarini, narx-navolarni bemalol o'zlari bilan kelishib, xudo xolasa ma'qul kelsa olishlari ham mumkin. Xudo xolasa hozir qisqacha qilayotgan ishlarimiz ham ish jarayonidamiz. Xudo xolasa qisqacha video qilib o'tib ketmoqchimiz hozir. Bu videomiz xudo xolasa yo 8-yanvar sanasi chiqadi yo 7-kuni qo'yamiz. Xudo xolasa ishlarimiz hozir ko'pligi uchun vaqtimiz bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasa 7-kuni 8-yanvar kuni qo'yib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, ishlarimiz davom etyapti. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, beraklarimiz birsidir ag'darib chiqyapmiz. O'zi tayyor begumlarimiz o'zi tayyor bo'lib qoldi. Oyda oxirigacha xudo xolasa tayyorlab, sho'lchanglarimizni ajratib, begumlarimizni sotuvga tayyorlaymiz. Mana bu go'nglarni to'plab qo'yganmiz. Buni shu cho'lchanglarimizni ajratib olishga to'plab qo'yganmiz. Bu yerga mana hashaylardan, g'ozonlardan, poya, silyoz, nushutlarda bu xullas mol yemaydigan silyoz mana chirigan. O'tgan safargi videomizni ham qo'yib o'tib ketganmiz, ko'rsatganmiz, yana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Mana shunaqangilarni. Mana bu ustidagi g'ozonlarni yeb bo'lsa, beraktirimizni yana ustidan bir qator tashlaymiz. Bo'lmasa havolarimiz sovib ketadigan bo'lsa, buni dababka qilib yana ustiga qalinroq tashlab qo'yamiz. Shu bilan sovuqdan eson-omon ziyon yetmasdan cho'lchanglarimizdan sovuqdan chiqib olishadi cho'lchanglarimiz. Xo'p, ishlarimiz mana davom etyapti. Mana begumlarimiz o'zi tayyor bo'lib qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana begumlarimiz o'zi tayyor. Mana cho'lchanglarimiz mana ishlayotibdi. Mana ko'rsatib o'tib ketak. Cho'lchanglarimizni ishlab, mana begumlarimiz o'zi tayyor bo'lib qolgan. Ulardan ko'rsatib o'tib ketak. Begumlarimiz o'zi mana tayyor bo'lib qolgan. Akalar, videoni cho'zmaymiz. Akalar, videoni ko'ringlar. Akalar, ma'qul kelsa akamizdan bemalol xarid qilib olishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. shunaqa elakda aylanadi. Ana yo'lda ham bu elanmagan. Bu cho'lchanglarda bu cho'lchang elanmagan. Elangan joyi bunaqa.